Assalamualaikum. Agar takdirler Başka şey mi yaptı? Şey. Film yok abi. Bazı. İşte ya, duyuruluyor bir başına gel biliyorlar. Sana gördüm. Yaxshimisan, sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshisan. Botirjon yaxshimisan, bozor? Hadi
Orada mı bu kadar akmışsın? Gelin güzel, gelin güzel. Türkiye'de gelmişim bu akşam oraya yemeğine var. Ha, koridor sonra gelecek. Türkiye'de gidip Yok, değil. 5 dakikada diyorum. Artık durum orada.
aldınlar. Bu tomondan kiraylik buradan. Bayram qaytdi. Zaten bu değil mi? Ben qilishda mutal berdim. Keyin bordim. Assalomu alaykum muhtaram aziz mehmonlarimiz, hurmatli bir oila, bir mahalla, bir yurtda yashab kelayotgan qadrbaland qadrdonlar, barchalarga mo'minlarning bayrami ro'za Ramazon oyining 7-kunlari muborak bo'lsin deymiz va tashrif buyurgan har bir mehmonlarimizga xush kelibsiz. Bir go'zal dasturxon atrofida iftorlik davrasida hamda albatta xotin-qizlar bayrami bilan onalarimizni chin yurakdan tabriklaymiz deb tashrif etilgan barcha mahalladoshlar nomidan sizlarga xush kelibsiz deymiz. Keling, sanoqli daqiqalar qolmoqda. Ungacha davramizda ustozlarimiz bor, oqsoqollarimiz bor, mo'llabolarimiz bor. Qisqacha amr ma'rufga navbati bersaydi, undan keyin chiroyli duolar bilan Qur'ondan go'zal tilovatlar keltirib davramizni ochishga navbat beramiz. Hozircha mumkin bo'lsa hammani endi o'tirib olishga, imkon qadar dildan suhbatlarni tinglashga taklif qilamiz. Mo'llabolarimizni, oqsoqollarimizni davramizga taklif etsak, bir chiroyli bayram tabriklari qolaversa, go'zal Qur'ondan tilovatlar keltirib, ozgina dildan suhbat amr ma'ruflar bo'ladi. Shuning uchun barchalar mumkin bo'lsa o'z o'rindiqlariga o'tirib olishga taklif qilamiz. Yana bir bora ro'za Ramazon oyining go'zal kunlarida 8-mart ayyomlari barchalarga muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum aziz hamqishloqlar. Avvalo sizlarni O'zbekistonning xalqimizning tinchligi uchun, sog'ligi uchun hammamizga mana shunday Navro'z bayramlarida bizlarga mahallamiz mana shunday ro'za oyida bizlarga iftorlik qilib berayotgan ekan. Men bu mahallaning mana shu olib borayotgan ishlariga, o'zlariga sog'lik tilayman. Hammalarimizga uzoq umr tilayman, baxt tilayman. Mana shu bugungi sadaqalari dargohiga qabul etsin o'tganlarni. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Endi navbatdagi tilovatni Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, mahalladoshlar. Mana bugun ajoyib Ishtixondagi ko'zga ko'ringan ajoyib bir to'yxonada aziz mehmonsiz. O'z nomimdan, bizni birga yashayotgan kollektivlarimiz nomidan Qarag'o'yli mahalla kollektiviga qilingan ehsoniga Allohdan baraka tilab, savoblari o'tganlarga, marhumlar uchun qilingan, kelajakdagi qilinadigan ishlarimizni boshlab berish uchun Qarag'o'ydagi mahalladagi qilinadigan ehson qilib berayotgan bolalarga katta rahmat. Avvalambor uzoq umr ko'rib, sog' salomat bo'lib, farzandlarini, bolalarini baxtiga omon bo'lsin, bosh bo'lib yursin. Mahallada bitta odam boshqaradi, 1000 ta boshlab ergashadi. Mana hozir shuncha odam kelib, mahallada qilingan ishlarga ko'rib, ko'zimiz quvonib o'tiribmiz. Avvalambor ayollar 8-mart bahor bayram munosabati bilan ham ro'za munosabati bilan iftorlik qilib berish bu juda katta bir ne'mat, bu baxt bu. Aziz mehmonlar, aziz hamqishloqlar, bu dasturxon yozib bir kishini ro'zada og'zini ochish ro'za tutgan bilan barobardir. Mana shu yerda qilingan ehsonni Xudo dargohiga qabul qilib, sizlarning ishlaringizga Xudo baraka berib, sog' salomat bo'lib yuringlar. Hamisha shunday xursandchilikda bayramlarda kutib olishlar zo'r bo'lib yursin. Navro'zni ham bundan ham zo'r qilib beringlar. Yana kuch-quvvat tilaymiz. Marhamat, bir chiroyli oyat o'qib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin.
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم hurmatli otaxonlar, aka-ukalar, onaxonlar, opa-singillar. Alloh taologa behad hamdu sano shukrlar bo'lsinki, mana Alloh taolo siz bizga nasib qildiki, o'zini bir ulug' oyida, yana Ramazon oyida yig'ilib, yana Alloh taoloning farzini bajarib, Ramazon ro'zasini tutib va yana bir joyga jam bo'lishimiz bu Alloh taoloning marhamati va yana bu mahalla raisimiz va mahalladoshlarimiz kimiki shu tadbirga bosh bo'lgan bo'lsa, barchasini Alloh taolo ishlari rivoj berishini Xudodan so'raymiz. Endi Ramazonni bilamizki, bu Xudoning buyrug'i, Qur'oni Karimda oyat bor, payg'ambarimizning muborak juda ko'plab hadislari bor Ramazon haqida. Kimki payg'ambarimiz aytayaptiki, qay bir inson, qay bir mo'min musulmon Ramazonni iymon bilan va savob talabida Ramazon ro'zasini tutsa, o'tgan gunohlari mag'firat bo'ladi dedi. Chunki Imom Azam rahmatulloh mazhab e'tiqodi bo'yicha Alloh taolo bironta bandasini do'zaxda azoblashni xohlamaydi. Bandalarga Alloh taolo payg'ambarlar jo'natib o'z shariatini yubordiki, shunga amal qilib bandalarim birontasi shu oxiratda do'zax azobiga qolmasin, meni rahmatimga erishsin va payg'ambarimning shafoatiga erishsin degan ma'noda sizni bizga Alloh taolo marhamat qildi. Ya'ni har bir qilinayotgan ibodatimiz, savob amalimiz inshaalloh bandani gunohini kafforat bo'lishiga va yana amal kitobiga savoblar bitilishiga sabab bo'lar ekan. Buning uchun ham biz ko'proq Alloh taologa shukr qilishimiz kerak. Chunki bu dunyoda bilamizki, ba'zi insonlar kufrlik holatida, shirk keltirgan holatida dunyodan o'tib ketyapti. Alloh taologa hamdki, ya'ni biz mana o'tgan ajdodlarimiz to'g'ri e'tiqodda yashab o'tgan, alhamdulillah va biz ham musulmonmiz. Bu Xudoning marhamati ekanki, bandani shu amal kitobiga juda ko'plab savoblar bitilishiga va yana payg'ambarimiz aytadilarki, jannatni 8 eshigi bor, bittasining nomi Rayyon. Undan faqat kimlar kiradi? Ramazon oyida ro'za tutganlar kiradi deb marhamat qilganlar. Bu ham Alloh taoloning bandalari uchun yana bitta marhamati ekan, bu ham katta daraja ekan inshaalloh. Alloh taolo barchamizga o'tgan ajdodlarimiz, avlodlarimizga shunday ulug' kunlarni, unday darajalarni nasib qilsin. Endi yurtimizda mana inshaalloh ertaga ayollarimizni, xotin-qizlarni bayrami deb nishonlangan. Payg'ambarimizdan ham ayollar haqida, onalar haqida juda ko'plab hadislar vorid bo'lgan bilasizlar. Ularning bittasini aytib o'tamiz. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam onangga va yana onangga, undan keyin otangga deb javob berdilar. Ya'ni bu hadisning oldida javob ber degan kalima bor. Ya'ni chaqirganda onangga labbay, ikkinchi marta ham, uchinchi marta ham dedilar, undan keyin otangga dedi. Nima uchun deganda ulamolar ya'ni bu hadisni munhalil hadisda, ya'ni hadisning sharhida aytadiki, hech bir inson onasini o'zini, ya'ni 5-10 yoshga yetguncha onalarning xizmatini hech bir inson fahmlab eslab qola olmaydi. Birinchi bosqichi payg'ambarimiz 3 marta onangga javob ber deganiga sabab aytayotgan ulamolar, birinchi bosqichi onalarimiz bizga homilador bo'lgan paytda qancha qiynalganini bizlar bilmaymiz. Shuning uchun ko'proq onalarni rozi qilishlikka harakatda bo'lishimiz kerak. Undan keyin ikkinchi bosqich bilamizki, tug'ruq holatida qancha azobni boshdan o'tkazganini biz bilmaymiz. Bu ham banda uchun g'oyib holat. Undan keyin to oyoqqa yetganimizcha kechalari uyqudan qolib, qiynalib, har xil holatlarda bolasini voyaga yetkazguncha juda ko'plab mehnatlar asosan onalarning zimmasiga yuklatilgan. Shuning uchun bandaga, ummatga payg'ambarimiz alayhisalom ko'proq shu onalarni rozi qilishlik, chunki insonni jannatga kiritishiga eng katta sabablardan bittasi nima? Ota-onani rozi qilishlik. Va yana tavsiya borki, bu dunyoda o'tgan bo'lsa farzandlik burchimiz doimo haqiga duo qilib turishlik. Chunki bu hadisni ko'p eshitganmiz. Inson dunyoda o'tgandan keyin 3 ta narsadan doimiy savob yetib turadi. Uchinchisi nima? Valadun solihun yad'u lahu, ya'ni solih farzand uni haqiga duo qilib tursa, doimiy savob yetib turadi deyilgan. Shuning uchun farzandlik burchimiz
namoz o'qib ibodat qilib, yana Ramazonlarda ham og'iz ochganda qilinadigan duolar maqbul deyilgan hadislarda shunday holatlarda inshaalloh duo qiladigan bo'lsak, inshaalloh ota-onamizga katta bir savoblar nur qilib jo'natgan yuborgan bo'lamiz. Inshaalloh bizdan unda ham rozilik bo'ladi. Chunki o'tganlarga oziq-ovqat boshqa narsa kerak emas, faqat duo kerak, istig'for kerak. Bu payg'ambarimiz ko'rsatmasi, Alloh taolaning Qur'oni Karimda oyati ham bor. Inshaalloh nimaiki amal qilib, savob amal qilib, orqasidan duo qiladigan bo'lsak, o'tganlarimiz haqiga inshaalloh bizning mazhab e'tiqodi bo'yicha manfaat bo'ladi. Inshaalloh ularga gunoh kaforat bo'lishligiga, amal kitobida savob ko'p bo'lishligiga manfaat bo'ladi. Inshaalloh shu haqda, shu maqsadda bir duo qilaylikki, inshaalloh bu tadbir tashkil qilgan haqiga duo qilamiz. Va o'zimiz haqimizga va yana inshaalloh o'tganlarni ham inshaalloh bir yodlashlik bu farzandlik burchimiz bo'ladi. Marhamat mulla bo'ling. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Parvardigoro o'qilingan Qur'on oyatlaridan qilinayotgan xayr, ihson, iftorliklardan hosil bo'lgan savobni, xatmi Qur'onlardan hosil bo'lgan savobni barcha o'tgan payg'ambarlar, xosatan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ruh poklarga baxshida qildik. Ahli baytlari, sahobalar, tobiin, tabi'at tobi'in, mujtahidinlar, shu ishtihom muzofatimizda o'tgan barcha a'zolar ruhlariga, qo'l ko'tarib turgan barchamizda o'tgan marhumlarimiz ruhiga baxshida qildik. Parvardigor marhum o'tganlarimizning qabrlarini bir nur, joylarini jannatda oxiratdan obod qilgaysan. Oxiratda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam shafoatlarini nasibador qilgaysan. Alloh qolganlarimizni, barchalarimizni qilayotgan kasb-korlarimizga, umrlarimizga, rizqlarimizga barokat bergaysan. Alloh bu rais bobomiz boshliq barcha aka-ukalarimiz qilayotgan ishlarga rivoj bergaysan. Parvardigor safardagilar safarlarni bexatar qilgaysan. Bemorlarning dardlariga shifo bergaysan, mushkuli chiqqan mushkullarni oson qilgaysan.
Allah barchamizga ilm nofi bergaysan. Inshaalloh kelajakda mahallamizdan dinimizga, davlatimizga, dini xalqimizga manfaat tegadigan, ota-onasining xizmatini roziligini topadigan olim odamlar chiqib, Alloh barchamizni ikki niyomiz obod qilsin. Parvardigor Rahmon xonamiz bayramlarida ham, keyingi bayramlarga ham nasib qilib, Alloh barchalariga muborak qilsin. Qilayotgan ibodatlarni qabul qilsin. Allohumma robbana alayka tavakkalna va ilayka anabna va ilaykal masir. Allohumma salli va sallim va barik alayhi bi rahmatika. Muborak bo'lsin, salomat bo'linglar. Rahmat deymiz. Go'zal niyatlar barchani xonadoniga barakat olib kelsin. Mahallada yurtda doimo tinchlik bo'lsin. Sababi tinch yurtga mana shunday go'zal bayramlar yarashadi. Albatta, ro'za Ramazon oyi barchamizni xonadonimizga barakat olib kelib, boshlangan yangi 2025-yilimiz ham go'zal tarzda omadli kelishiga tilakdoshmiz. Hali sanoqli daqiqalar bor ekan, shuncha qisqa dildan suhbatga barchani chorlaymiz. Undan keyin yana mullabolarimizga mikrofonni yetkazib, chiroyli duolar bilan iftorlik boshlasak bo'ladi azizlar. Hali ozgina vaqt bor degan xabarlar yetib keldi. Shuning uchun bemalol barchaga yaxshi kayfiyat, dildan suhbat qurishni taklif etib qolamiz. Marhamat.
Bismillahirrahmanirrahim. Vaktimiz doktor, Allah şükür okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme leke sumna ve bike amanna ve aleyke tevekkelna ve ala rizki aftarna. Fagfir lana ma qaddamna ve ma akharna. Muratgar iftarımız kabul kılırsan, iki dünyamız Allah'a gelir. Bir an. Merhaba.
barcha yaqinlarimizga yoqimli xush kayfiyat tilaymiz. Bayramona kayfiyatda bugungi tadbirimizni davom ettiramiz va barcha mehmonlarimizdan tabrik so'zlari bo'lsa, bemalol mikrofon uchun xizmatda imkon qadar yakuniga yetmasdan erta ketib qolish bo'lmasin, hammamiz o'tirib oxirida albatta birga chiroyli duolar bilan yakun yasaymiz. Shuning uchun imkon qadar vaqtimiz yetgancha davramizni erta tark etmaslikni iltimos qilamiz, taklif qilamiz. Barcha mahalladoshlarimizni, tumanning eng go'zal ayollari, onajonlarimizni tabriklash uchun hurmat va ehtirom bilan sahnada shovvoz xonanda ajoyib san'atkor ustozimiz Jahongir Mardiyev sizlar uchun kuylaydi. Bayram muborak bo'lsin. Onajonlarimizni bayram bilan tabriklaymiz. Sog' bo'lsin onajonlarimiz. Bahor bayrami muborak bo'lsin. Barchaga yoqimli ishlar, xush kayfiyat tilaymiz. Haddini tut ey aziz hayot, mahbublik oshiksin sening oshig'ing, oshig'ing joyiga hayot ey aziz hayot, mahbublik oshiksin sening oshig'ing, oshig'ing joyiga hayot ey oshig'ing bo'lsin boshingda.
Qalbimning yoshisiz, ko'nglimning bardoshisiz, oyim osmonim ona. Siz sabab bag'rim butun, siz bilan baxtim butun, gullar xonim ona. Ulg'aydim mehringizdan, qarzim ko'p qadr sizdan, asl do'konim ona. Azizlar, qo'llaringiz bo'sh bo'lsa agar bayramona kayfiyatda davramizni davom ettiramiz. Albatta mana yuqoridan soqollarimiz, albatta domlalarimiz chiroyli duolar qilib, yaxshi niyatlarni bildirib davramizni boshlab ochib berishdi. Men shu fursatdan foydalangan holda bayramni tashkillashtirgan buni barchasi albatta sizlarning farzandlaringiz, shu mahallaning o'g'lonlari, ularga alohida ehtirom bilan tashakkurlarimizni izhor qilamiz va men ayni damda barcha ayollarimizni, qolaversa mahalladoshlarni ro'za Ramazon oyi bilan, qolaversa mana kirib kelayotgan 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan barcha mahalladosh go'zal onajonlarimiz, opa-singillarimizni tabriklash uchun hurmat va ehtirom bilan so'z navbatini Qorag'oyli mahalla fuqarolar raisi Nafasov Jamshid akamizga beramiz. Bitta qarsagina bilan tabrlarni qarshi olamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Ro'za Ramazon oylari hammaga muborak bo'lsin. Mana bugun mahallamizda iftorlik, ayollar bayrami hammalaringizni yurakdan tabriklaymiz mahallamiz nomidan. Dilfuza yanga keling. Keng. Rustam aka. Keng. Bizlar xodimlar mana yettiligimiz hozir Nomjondan tashqariga chiqqan. Mahallamiz nomidan hammalaringizni tabriklaymiz chin yurakdan. Mana shu bizlar yonimizda turgan hammaga katta rahmat mana shunday tadbir qilib, nuroniylarimizni eslab, pensionerlarga yurakdan o'zi xursandchilikdan bu narsani qildikda, hammamiz birlashib, mana bizlarni kimlar qo'llab-quvvatlaganlarga hammaga rahmat katta-katta. Chetdan turib qo'llab-quvvatlab turdi bolalar. Hammasiga xursandmiz. Rahmat, hammalaringizni bayramlaringiz bilan tabriklaymiz. Onaxonlar va xotin-qizlar hammalaringizni 8-mart bayrami bilan tabriklayman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Manzilga etmaydi mayda qadamlar, mayda orzularga bermaylik qanot, mayda gap so'zlarni qo'ying odamlar,
toki maydalashib ketmasin hayot. Assalomu alaykum. Mana shu yerga yig'ilgan hurmatli Qorag'o'yli hududining aziz, mukarram fuqarolari. Bugungi mana shunday muborak bo'lgan eng oylarning sultoni hisoblangan muborak Ramazon oyida sizlar bilan ko'rishib turganimizdan boshimiz ko'kka yetdi. Bugungi bayram, ya'ni tom ma'noda qanday bayram? Tarix zarvaraqlariga yozilgan ayollarimizning, umuman onalarimizning bayrami bilan barcha ayollarni chin qalbimdan muborakbod etaman. Bayramni yaxshi kutib olingizlar. Doimo qalbingizdan huzur, yuzingizdan tabassum arimasin. Biz Qorag'o'yli ahli jamoasi sizni xizmatingizda bo'lishlikni nasib aylasin. Rahmat. Assalomu alaykum aziz hamqishloqlar. Mana bugun ham iftorlik, ham 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami. O'shanday xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Mana shu erkaklar nomidan tabriklayman. Kelolmagan mana qishloqimizda erkaklar nomidan tabriklayman. Hammalaringizga uzoq umr tilayman. Sihat salomatlik tilayman. Xonadonlaringizga fayz baraka yetsin Alloh taolo. O'g'il qizlaringizni huzuriga qo'yinglar. Kimki qanday yaxshi niyatlar bo'lsa, o'sha niyatlarga erishaylik. Mana o'zi ko'p yillardan beri ikkilasida bir kunga to'g'ri kelib qoldi. Ham bayramlaringiz, ham iftorlaringiz. Mana shu Qorag'o'yli mahallasidan Jamshid ukamizga, rais o'g'limizga rahmat aytaman. Bu kollektivga rahmat aytaman. Va mana shu tashkil etgan mana qassoblar harakat qildi, yosh bolalar harakat qildi. Ko'plar mana shu tashkil qilishiga ishtirok etdi. Ularga katta rahmat aytaman. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'linglar. Umrlaringiz uzoq bo'lib, sihat salomat bo'linglar. Rahmat kelganingiz uchun. Harakat qilinglar. Tashkilotchilarga bitta qarsak chalib qo'yinglar. U farzandlaringiz, mana shu mahallaning farzandlari, baxtli kunlarimiz, onajonlarimiz sog' bo'lsin deymiz. Ayol kulsa kuladi dunyo, yig'lasa gar yig'lar ekan dunyo. Ayol baxtdir, ayol nur ziyo. Ayollarimizni, xususan onajonlarimizni asrab avaylik. Siz borsizki, biz bormiz. Kelinglar, ayolga nima kerak, e'tibor kerak jamshidagi bir chiroyli guldastani taqdim etamiz. Barcha mahallador nomidan o'zingiz boshlab bersangiz xursand bo'lamiz va ayollarning eng sevgan qo'shiqlari Jahongir Mardindan kutib qolamiz. Biz o'sha musiqalar sadosi ostida hamma ayollarimizga bir chiroyli mana shu guldek go'zal bo'lib yursin deb gullarni taqdim etamiz. Olib kelinglar gullarimiz. Marhamat. Qarsagida bo'lsin, ha? Bolalar. Sabrlar qolamiz. Bayram muborak bo'lsin. Oyimga kun otib ham bo'ldi. Hurmatlardan labingdan totib ham bo'ldi. Ma'lum hafta kimlargadir sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddasan, muqaddas ayol. 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 Asli bu bog' ermaklarning borar yerisin. Rosti yolg'on erkaklarning borar yerisin. Asal optik erkaklarning borar yerisin. Sen baribir muqaddasan, muqaddas ayol. 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 Sen baribir muqaddasan, muqaddas ayol.
Rahmat. Baxtli kunlarimiz, hayotlarimiz sog' va salomat bo'lsin. Doimo bundan-da go'zal bo'lib, oshirib, sog' va salomat bo'lib, bizlar bayram qilib, tadbir qilishdan charchamaylik. Bugungi tadbirimizga xizmat qilganlarga, xususan yaqindan yordam bergan Lazjon koshonasiga ham o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz. Taklif tushyapti, bir go'zal onajonlarimiz mana bir chiroyli davrani tashkil etsakda, faol xotin-qizi bo'lsa, albatta shu raqsinkor davramizga kamol ehtirom bilan taklif qilamiz. Faqat yana bir iltimosimiz o'sha davramizni erta tark etmanglar. Raqsga tushadigan barcha onajonlar uchun eng go'zal ohanglar bilan siz sevgan, siz sog'ingan dillarimizni go'zal ohanglarga boyitgan holda Jahongir Mardiyev barcha onajonlar uchun kuylaydi. Qani marhamat. O'tirmasa turib bir-birimizni taklif qilamiz, marhamat. Mehr daryo mehribonlarim, qarindoshlarim, jonajonarim, sizday aziz jigarlarim bor. Qamboshlarım, jonajonlarim, yurakka tog'im, mehrim bog'im, sizday aziz jigarlarim bor. Sog'inib kelaman. Yuragimga mehringiz solib, ota-ona duosin oling. Sizday aziz jigarlarim bor, ota-ona duosin oling. Jonimga jon berarlarim bor. Yuragim tog'im, mehrim tog'im, sizday aziz jigarlarim bor. Sog'inib kelar, borini berar, jonimga jon berarlarim bor. Opalar, hay opalar, olmaysınlar, apalar, malikam
Hey, kraliçe köçe geldi.
qarsak sharaf qo'yla sozimizga rahmat. O'tirib olamiz azizlar. Bizda tabrlash qismi bor yana. Qolaversa mana shu Qoravoyli mahallasida joylashgan 8-maktabgacha ta'lim tashkilotida tahsil olayotgan bog'cha yoshidagi o'quvchi mahalladoshlar, jajji farzandlar respublikada mental arifmetika fanlari bo'yicha faxrli 1-2 o'rinlarni qo'lga kiritib, Xitoy davlatiga, Turkiya davlatiga yo'llanma qo'lga kiritgan hali maktabga chiqmagan bolajonlar. Bitta qarsak chalib qo'yinglar shularga ham. Xudo xolasa shu yerda buvijonlari bor, balki dadajon, bobojonlari bo'lsa shular ham shu yerdadir. Hozir bitta endi shularni mahalla nomidan mana shunday farzandlarni ta'lim tarbiya berayotgan, mahallada mana shunday oilani shakllantirayotgan onajonlarimizga qisqacha tashakkurlar va esdalik sovg'alarimiz bor. Farzandlari Alloh nasibsa dunyo sahnalarida vatan madhini, bayrog'ini baland ko'tarib, Qoravoyli sha'nini yuksaklarga ko'tarishga tilaydoshmiz. Bir boshdan o'qib bersam, mayli, menga bering. Bering. Bitta hammasini o'qib topshiramiz mana.
Samarqand viloyati Ustixon tumani Qorag'oyli mahalla nomidan Ustixon tumani Qorag'oyli mahallasini rivojlanishda ko'rsatayotgan tashabbuskorligi, tashkilotchiligi hamda fidoyiligini amalga oshirayotgan barcha tadbirda faol ishtirok uchun Karim va Anor opamiz davramizga chiroyli qarsaginglar bilan taklif qilamiz. Musiqalar sadosi bo'lib tursa, ortiqcha yordam berib turasiz. Fanfarda musiqa. Anor opam bormilar? Karim va Anor opamiz. Nevaralari nomidan qabul bo'lasiz. Kelinglar. Karim va Anor opa. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Atabay va Shoir opamiz marhamat. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Toshdemir va Marhabo opamiz kelsalar marhamat. Toshdemir va Marhabo opamiz marhamat. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Haydar va Gulnor opamiz kelsinlar. Haydar va Gulnor opa. Mana kelyapti. Menga. Tumani Qorag'oyli mahallasini rivojlanishda ko'rsatayotgan tashabbuskorligi, tashkilotchiligi hamda fidoyiligini amalga oshirayotgan barcha tadbirda faol ishtiroki uchun Akilov Radun akamiz marhamat. To'yxona ma'muriyatiga, to'yxona ma'muriyati. Keladi. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Omonov Usmon akamiz marhamat. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan O'roqov Sayfulla akamiz. O'roqov Sayfulla aka. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Qurdosh va Zebrisa opamiz kelsinlar marhamat. Qurdosh va Zebrisa opamiz. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan faol ishtirok uchun G'aniyev Bahodir akamiz kelsinlar. Yanga keling. Bahodir akamiz tashakkurnoma oling. Mahallasida faol tashkilotlarda faol ishtirok etib kelayotgan Ustixon tumani Qorag'oyli mahallasining rivojlanishida ko'rsatayotgan tashabbuskorligi, tashkilotchiligi hamda fidoyiligini amalga oshirayotgan barcha tadbirlarda faol ishtirok etayotgan xonanda Mardiyev Jahongir akamiz chiroyli qarsaklar bilan marhamat ushbu tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Kim? Bitim turida eslar aka rasm berishsa Bahodir akam o'g'li onajonga kelinglar, xato o'tiringlar. Sizlar oldiga turinglar, kelinglar. Keling. Keling opa. Javsda kelib yo'ldan keling sizlar. Xudo bu televizor javsda kamera keling. Opa keling. Onajonlar yoshlarga o'rnakda, farzandlari ham bundan-da faol bo'lib, xudo xolasa mahallamiz bundan ham gullab yashnab ketaversin. Faqat bayram, to'y, tantana bo'laversin, bizlar xizmat qilaylik. Lekin hozir bitta iltimos bo'ldi. Shu qo'shilib bo'lganda to'yxonani yarmi o'tirib olgandi. Bayram sizlarniki. Mana erkaklarimiz atalib chiqib ketib, onajonlar bir bayram qilsin deb turib. Bitta endi
o'rindiqlardan qo'zg'atib ikkita qo'shiqqa chiroyli raqsga tushamizda keyin hammamiz xudo xolasa xonadorimizga omonlikda yetib olamiz. Ishtixon ovozi gazetasining muxbiri hisoblangan Muqaddam opa Hayitovani taklif qilamiz. Opajon, qayerdasiz? Hudvari? Muqaddam opa Hayitova. Biri emasdir shirin, bir og'iz bolam deb aytgan so'zingdan. O ona, mehringda quyosh yashirin, ne ajab gul unsa bosgan izingdan. Aziz mahalladoshlar, qadrli opa-singillarimiz, onajonlarimiz, hurmatli mana shu davramizda izzat ikrom topib o'tirgan ayollar. Avvalo barchangizni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Mana shu davrani tashkil etib bizga mana shuncha hurmat ko'rsatgan ukamiz Jamshidjon, Dilfuza singlimiz, butun mahallani faollariga katta rahmatlar aytamiz. Har doim mana shunday yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Ro'za Ramazon kunlarida qilayotgan barchangiz ibodatlaringizni Alloh dargohida qabul etsin. Mana shu namozlarda, tonglarda duo qilganimiz hamma duolarimiz ijobat bo'lsin.
Sizlar bilan faqatgina yaxshiliklarda yuz ko'rish nasib etsin azizlar. Ko'rsatgan ehtiromlaringiz uchun rahmat. Mana shu dargohda shu davrani tashkil etgan barcha ukalarimiz, singlimiz, barcha mahalladoshlarimizga Alloh bundan keyin ham kuch-quvvat ato etsin. Farzandlarining huzurini, rohatini ko'rsin. Hammamiz ro'za Ramazonda sayillarni yaxshi xush kayfiyat bilan kutib olaylik azizlar. Qilayotgan ibodatlarimiz, duolarimiz faqatgina dasturxonlarimizga barakat kiritsin. O'tganlarimizning ruhlarini shod etsin azizlar. Sizlar bilan bir davrada bo'lganimizdan, sizlar bilan mana shunday hamnafas yashayotganimizdan biz nihoyatda mamnunmiz azizlarim. Nevaralarda farzandlarning rohatini ko'rib yuramizlar. Qaniydi? Tabiat qo'lidan kelsa, abadiy itoat sening umringni, rozi edim onajon iloji bo'lsa, senga qo'shib bersa mening umrimni. Azizlar, barchamiz onamiz, farzandlarimiz omon bo'lsin. Shularning rohatini ko'rib yuraylik. Rahmat. Mana singimiz endi rahmat sizga ham. Charchamang, yaxshi yuringizlar deb biz. Yana onalarimizni, azizlarimizni mehmon qilamiz, raqsga taklif qilamiz. Ruscha qo'shiq Darita Женщинам света degan qo'shiq. Настоящий
Qorao'yli mahalla jamoasiga ham tashakkur bildirib qolamiz onajonlarimiz nomlaridan. Xudo xolasa kelasi yil bundan-da fayzli, bundan-da chiroyli qilib o'tkazish barchaga nasib qilsin deymiz. Mezbonimizga, jamoasiga tashakkur bildirib qolamiz. Xolbisa onalarimiz Navro'z bayramida ko'rishgunchami? Navruzda ko'rishguncha, aprelda.